Avtomobil bo'ldi, yo'lda balonni teshib qoldi. Diskani yechilmadi. Diska mana bu qismi o'rtasi kirib qotib qolgan. Buni yechishni hozir ko'ramiz. Ana jarayonda men ham yo'lda o'zim mashina tortib chiqardim. Chiqib boshladi. Qimirlarni aylantirib turib, sekingina diskani o'ziga tegib ketmasdan balonni urish kerak. Shunday qilib chiqaramizsa, iloji yo'q. Meni Malibimda ham shunaqa vaziyat bo'lganda, ko'ringlar, hamma balonni shunday qilib chiqara olasizlar. Agar yo'lda qolib ketgan bo'lsangiz, iloji boricha shu yaqin joydan kol bo'shqagan narsa yoki malaka to'shan narsa topib, mana shuni urib, balonni o'ziga urib chiqarish kerak. Eslating. Endi to'rtta balonni siqib qo'ygan ekan. Hozir buni endi mana bu qismi zangni hozir yurdi, diskani siqib qo'ygan. Bu yerni detol bilan isitmasiga qadar yotib olsa, yo'lda mabodo agar balon teshiladigan bo'lsa ham, keyin o'zlarining chiqarib olishga ham oson bo'ladi. Mana bu yerda xuddi shunday zang ko'rishingiz mumkin. Video foydali bo'lsa, rahmat, boshqa sanashmasin.